Assalamu alaikum, hurmatly Maxtum Qulufi kanalının podpischiklari, hurmatly at ishqibozlari. To'y xabarimiz bor edi. Shuni hozir tanishtirib o'tamiz. 23 mart 2026-yil soat 12:00 da To'rtko'l rayoni Keltaminar Telman avulunda Mahmud ağanın kelini düşürüv to'yi. At chabisi soat 2'de bir aylovi 1800 metr ekan. Birinchi chavus 12 aylov bo'ladi. Birinchiga tuya, ikkinchiga tay, uchinchiga qo'y, to'rtinchiga echki, beshinchiga 300 ming so'm aqcha. 5 atqa bayrog'i bor ekan. 10 aylov ikkinchi chavus, birinchiga tuya, ikkinchiga qara, uchinchi qo'y, to'rtinchi echki, beshinchi 200 ming so'm aqcha. 5 atqa bayroq bor ekan. Uchinchi chavus, birinchiga qara, ikkinchiga qo'y, uchinchiga echki, to'rtinchi 300 ming so'm aqcha, beshinchi 200 ming so'm aqcha. 5 atqa bayroq bor. To'rtinchi chavus 5 aylov. Qunun chavus bo'ladi. Birinchiga qara, ikkinchiga echki, uchinchiga $50, to'rtinchiga 300 ming so'm aqcha, beshinchiga 200 ming so'm aqcha. 5 atqa bayroq bor. 4 aylov to'plum bor. Birinchiga qo'y, ikkinchiga echki, uchinchiga $50, to'rtinchiga 300 ming so'm, beshinchiga 200 ming so'm aqcha. 5 atqa bayroq bor. Keyindan bir aylov tay chapqi bor. Birinchi echki, ikkinchi 400 ming so'm aqcha, uchinchi 300 ming so'm, to'rtinchi 200 ming so'm, beshinchi 100 ming so'm aqchalay sıylıqlari bor. Seyisfugalar toylarımız qavatlashib ketmesin deb aldından aytib atırımız. Bu toyumuz 23 mart günü boladı. Xudo xolasa 2026-yil 23 mart günü. To'rtko'l rayoni Keltaminar Telman avulunda Mahmud ağanın kelini düşürüv to'yi. Shunday xabarlarımız var. Seyisfugalar atlarınızda tayyorlayverasizlar. Xudo xolasa Maxtum Qulufi kanalında Riyamoy efirde ko'p boraverasizlar. Like basıp kanalımızda qo'llab turishni unutmanglar. Atlarınızda tayyorlayverasizlar. Seyisfugalar omad bersangiz. Atlarınız beygili bo'lsin.